Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan umumiy pedagogika fanidan navbatdagi dars mashg'ulotimizni olib boramiz. Dars mashg'ulotimizning mavzusi shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining ahamiyati. Demak, ushbu mavzuni yoritishda biz quyidagi rejalardan foydalanamiz. Birinchi rejamiz shaxsga yo'naltirilgan ta'lim nazariyasi va uning mazmuni. Ikkinchi rejamiz shaxsga yo'naltirilgan ta'limning asosiy tamoyillari. Uchinchi rejamiz ta'lim oluvchilarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish hamda to'rtinchi rejamizda ta'limning 3 bosqichli modeli, chaqiriq, anglash, fikrlash bosqichlarining vazifalariga alohida to'xtalamiz. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonining asosiy obyekti o'quvchi, ya'ni talaba, tarbiyalanuvchi bo'lib, uning shaxsi, qadr-qimmatini yuqori o'ringa qo'yadigan, asosiy e'tiborni intellektual salohiyatni oshirish, dunyoqarashni boyitish, ma'naviy axloqiy tafakkurni rivojlantirishga qaratadigan pedagogik faoliyat hisoblanadi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim mohiyati hamda mazmunini ifodalashda biz insonparvarlik, hamkorlik, erkin tarbiyalash, shaxsning yangi qobiliyat va iqtidorini yuzaga chiqarish, mustaqil o'qib o'rganishga undash kabi muhim jihatlarga to'xtalishimiz mumkin. Bulardan eng birinchisi insonparvarlik, ya'ni insonga har tomonlama hurmat va muhabbat ko'rsatish, unga yordamlashish, uning ijodiy qobiliyatiga ishonch bilan qarash muhim hisoblanadi. Hamkorlikda pedagog va o'quvchilar, talabalar munosabatidagi demokratizm, tenglik, sheriklik ifoda etiladi. Shaxs o'zida yashiringan yangi qobiliyat va iqtidorni yuzaga chiqarishi, shaxs kamoloti uchun ochilgan eng yaxshi imkoniyatlarni yuzaga chiqaradi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining kommunikativ asosi esa pedagogik jarayonda o'quvchiga insoniy, shaxsiy yondashuv hisoblanadi. Mustaqil o'qib o'rganish, o'quv jarayonidagi qiyin vaziyatlarda o'qituvchining yordamisiz muammolarni hal qilishga urinish, shundan keyingina o'zining xulosalariga tayanib ish ko'rish, o'qituvchining yordamiga tayanish zarurligini anglatish muhim hisoblanadi. Erkin tarbiyalash, ya'ni shaxsga uning hayot faoliyatini keng yoki tor doirada tanlab olish erkinligini hamda mustaqillikni berish natijalarini ifoda etadi. Bunda tarbiyalanuvchi, o'quvchi, talaba tashqi ta'sirdan emas, balki ichki hissiyotlardan keltirilib chiqariladigan xulosalarni yuzaga chiqarishi muhim hisoblanadi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning tamoyillari o'quvchining individual rivojlanishini ta'minlash uchun qo'yiladigan muhim me'yorlarni o'z ichiga oladi. Ularning asosiylari quyidagilar, ya'ni o'quvchini ta'lim jarayonining markaziga qo'yish, individuallashtirish, motivatsiyani oshirish, refleksiya va tahlil ko'nikmalarini shakllantirish, o'quv materiallarining moslashuvchanligi kabilar shular jumlasidandir. Endi har bitta asosiy tamoyilga to'xtalib, uning mazmun mohiyatini ochib berishga harakat qilamiz. Shunday ekan, birinchi tamoyilimiz o'quvchini ta'lim jarayonining markaziga qo'yish. Bu har bir o'quvchining, ta'lim oluvchining qiziqishlari, ehtiyojlari va imkoniyatlarini hisobga olish. Uni passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida ta'limga jalb qilishni ifodalaydi. Ta'lim jarayonida ta'lim oluvchilarning shaxsiy va o'ziga xos rejalarini hisobga olib ish ko'rish yuqori samaradorlikni ta'minlab beradi. Individuallashtirish tamoyilida esa har bitta ta'lim oluvchiga mos metod va vositalarni tanlash, individual rivojlanish sur'ati va qobiliyatlariga mos yondashishni qo'llab-quvvatlash muhim hisoblanadi. Differensial yondashuv orqali turli o'quv darajasiga ega bolalar bilan ishlash jarayonini amalga oshirish eng birinchi belgilangan vazifalardan hisoblanadi. Keyingi tamoyilimiz motivatsiyani oshirish tamoyilida bilim oluvchilarga bilim berish jarayonida ana shu jarayonning qiziqishligini, qiziquvchanligini, qiziq bo'lishini, qiziqtiruvchi vaziyatlar yaratishni rivojlantiruvchi maqtuv va tanqidni
o'rinli qo'llash orqali rag'batlantirish muhimligini ifodalash kerak. Refleksiya va tahlil ko'nikmalarini shakllantirishda ta'lim oluvchilarga o'z bilimlari va ko'nikmalarini mustaqil baholash, ta'lim jarayonida yutuqlar va kamchiliklarni tahlil qilishga sharoit yaratish va o'z faoliyatlari natijasida xulosa chiqarishga undash muhim hisoblanadi. Sababiki har bitta faoliyatning yakunida tarbiyalanuvchi, ta'lim oluvchilar, talabalar shaxsiy xulosalari asosida ish ko'rishi bu eng muhim jihat hisoblanadi. Unda navbatdagisi o'quv materialining moslashuvchanligi tamoyili hisoblanib, buning mazmuni ta'lim mazmunini o'quvchilarning ehtiyoji va hayotiy tajribasiga mos, qiziqarli, hayotiy va amaliy tarzda tashkillashtirish hisoblanadi. Ta'lim oluvchilarning intellektual qobiliyatlarining rivojlantirilish jarayoni bir qancha tarkibiy tuzilmaga ega bo'lib, ularga tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, bunda o'quvchilarga turli nuqtai nazarlarni tahlil qilish va qarorlar qabul qilishni o'rgatish muhim hisoblanadi. Bu jarayonda muhokama va debatlar yaxshi samara beradi. Keyingisi muammoli vaziyatlarni hal qilish. Darslarda muammolarni hal qilishni talab qiluvchi vazifalar va topshiriqlarni berish bu jarayonda eng foydali usul hisoblanadi. Kreativlikni rag'batlantirish, ya'ni bunda yangi g'oyalar va innovatsion yechimlarni ishlab chiqishga undashda interfaol o'qitish usullaridan foydalanish tavsiya etiladi. Kognitiv strategiyalarni qo'llash jarayonida o'quvchilarga o'z fikrlarini tartibga solish, xotira va diqqatlarini yaxshilash usullari o'rgatiladi. Bunda jurnallar, kognitiv kartalar yoki diagrammalar orqali fikrlarni tasvirlash muhim hisoblanadi. O'quv faoliyatini diversifikatsiya qilish, ya'ni raqamli vositalardan foydalangan holatda ta'limni zamonaviylashtirish, masalan, interaktiv dasturlar bunga misol bo'ladi. Navbatdagi rejamizga to'xtaladigan bo'lsak, biz bunda ta'limning 3 bosqichli modelini yoritishimiz kerak. Ya'ni ta'limning 3 bosqichi o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali tashkil qilishga qaratilgan yondashuvdir. Bu modelda 3 asosiy bosqich ajratib ko'rsatiladi. Birinchisi chaqiriq, ya'ni motivatsiya, ikkinchisi anglash, bilimlarni mustahkamlash jarayoni hamda eng oxirgisi uchinchisi fikrlash, kreativlik va tanqidiy fikrni yuksaltirish hisoblanadi. Har bitta bosqichning o'ziga xos vazifalari ajratib ko'rsatiladi. Bulardan chaqiriq, ya'ni motivatsiya bosqichida o'quvchilarni jalb qilish. Bu bosqichda o'quvchilarning ta'lim jarayoniga qiziqishlarini oshirish muhim hisoblanadi. Motivatsiyani yaratish uchun turli vositalar, misol uchun hikoyalar, ilhomlashtiruvchi misollar, real hayotdagi bog'lanishlardan misol qilib keltirish yaxshi samara beradi. Anglash, ya'ni bilimlarni mustahkamlash bosqichida bilimlarni olish va tushuntirish muhim hisoblanadi. Bu bosqichda o'quvchilar, ta'lim oluvchilar yangi ma'lumotlarni o'zlashtiradilar. Ta'lim oluvchilarga mavzuni tushuntirib berish, turli misollar va amaliy mashqlar orqali o'tib berilsa, bilimlarni mustahkamlash yaxshi amalga oshiriladi. Fikrlash bosqichida ta'lim oluvchilarning kreativlik va tanqidiy yondashuv jarayonlari nazoratga olinadi. Bunda ularning tahlil asosida ijodkorlik bilan fikrlash jarayonlarini rivojlantirishga asosiy e'tibor qaratiladi. O'quvchilarga yangi muhim bo'lgan asosiy muammolarni kreativ tarzda yechish, tanqidiy yondashuv, umuman olganda o'ziga xos usul va vositalardan foydalangan holatda har bitta holatga, muammoga yangi yechim topish vazifasi qo'yib beriladi. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, shaxsga yo'naltirilgan ta'limning asosiy maqsadi o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, o'zini o'zi o'qitishga tayyorlash va shaxs sifatida o'sishining ta'minlanishidir. Bunda ta'lim jarayonida o'quvchi, ta'lim oluvchi yoki tarbiyalanuvchi mustaqil fikrlashga
o'z-o'zini nazorat qilishga va qarorlar qabul qilishga o'rgatiladi. Shuningdek, texnologik vositalar yordamida ta'lim yanada interfaol va samarali bo'ladi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari bugungi kunda zamonaviy pedagogik jarayonning ajralmas qismiga aylanib ulgurgan.